Men endi bildimki, odamlarning ulug'liq intilishining sababi har bir insonning qalbida aslida ulug'liq mavjud bo'lganligida. Ulug' kishilarga havas qilish, boshqalarning ulug'ligini ko'rish, ulug' odam bo'lishga qaraganda ko'p osonga to'xtaydi. Chunki ulug' odam bo'lish uchun vaqt sarf qilishga, uzluksiz tirishishga, o'zini kontrol qilishga va qurbonlik berishga to'g'ri keladi. Mana bu sening nimishqa bir oddiy odam ekanligining sababi. Sen hamish faqat birli ishni qilasan, har kuni shu bir xil xizmatni takrorlaysan, hayotingdagi har bir kunni o'xshash o'tkazasan, turmushingda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Asli sende var bo'lgan hamma narsa shundoq alohida va qoltis edi. Lekin sen o'zing oddiylikni tanlab turib olding. Maktabga chig'inda o'rganish natijang odatkichi bo'ldi. Xizmat o'rnida xizmatga natijang odatkichi bo'ldi. Xuddi sen qilgan barliq odatkichi ishlarga o'xshash. Bu sen qilayotgan ishlarning oddiy bo'lganligidan emas, balki o'zining shu ishlarni oddiy qilishini tanlaganligidan bo'ldi. Sen nimishqa oddiy odam bo'lishni tanlaysan? Bu balkim atrofingning oddiy odamlar bilan to'shib ketganligidan yoki sening oddiy odamlarning muhitida cho'ng bo'lganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim sen bir odatki maktabda o'qishing mumkin va yoki bir odatki shirkatda ishlaydigansan. Shuni sen oddiy odam bo'lishni tanlading. Shunga yuragingdagi intilishlaringga qarshi yo'lda menishni qaror qilding. Hech kim sen uchun qayg'urmaydi. O'zingga faqat o'zingning ichi og'riydi. Mana bu kishilar muvaffaqiyat qozonmagan vaqtda ularda bo'ladigan tipik psixikalik holat. Ular o'ltirib o'z-o'zini ayiblaydi. Ham yana boshqalarning ich og'ritishiga va g'amxo'rlikqa erishishni ta'min qilishadi. Lekin ular bu tragediyalik taqdirdan qutulishni aslo xohlamaydi. Shuning bilan ularning teg'imi nasbasidir. Chunki muvaffaqiyat hamma odamga nisb bo'lavermaydi. Ojiz va qo'rqinchoq kishilar muvaffaqiyat qozonmaydi. Muvaffaqiyat aniq nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Nurg'ulg'an odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor deb o'ylaydi. Amaliyot hech kim senga qarzdor emas. Navoda oddiylikni olib muvaffaqiyat qozongan bo'lsa, muvaffaqiyat uchun qo'rqmay olg'a bos. Muvaffaqiyat oldinda. Navoda sening munavvar bo'lishga jur'ating bo'lsa, sen cho'qim bir ulug' odam bo'la olasan. Musobaqa o'ynasan, ko'ngil qo'yib o'yna, bo'lmasa o'ynamaydi qo'y. Navoda faqat 100% emas, 120% tirikchilik ko'rsatsang, hayoting qo'lim qols o'tgan bo'ladi. Taqdirning kaynidan yugur, uning qadamlariga yetishma. Taqdirning kaynidan yugur, uning yetishilish uchun qadam ol. Taqdiring uchun yugur, uning uchun olg'a bos. Taqdiring uchun tirish. Chunki muvaffaqiyat hargiz osmondan tushmaydi. Muvaffaqiyat qozongan bo'lmasa o'tinay, boshqalarning yo'lini bosima to'sima. Chunki dunyoda taqdirni o'zgartirish uchun tirishayotgan nurg'un kishilar bor. Ular dal orzu armonini qo'g'lishib, yugurishni xohlaydigan kishilardir. Kallamızda faqat voz kechish yoki uzluksiz davomlashtirishdan iborat ikkala o'y bor. Sendan shuni so'rag'im kelyapti. Sen o'zing ishinamsan yoki haqning sana bergan bahosig'imi? Men nishonimning aniq ham mustahkam bo'lishini, har kun sahar uyg'ongan chog'ingda orzuyingni amalga oshirish uchun yana bir qadam ilgarilishingni umid qilaman. Mush yosh kirguncha biror ishni ta'virtanmagan bo'lsam-mu, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yugurishni boshlayman. Men to'liqsiz o'tirdi biror natijaga erishamadim, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Men to'liq o'tir hayotimni behuda o'tkazib lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Mushundoq gaplarni anglagan chog'ingda sening cho'qim tirishqin keladi. Qalbingga yoshirilgan sadoni anglagan chog'ingda o'tmishingdan qutulib chiqish fursatini bergan shu kunda hargiz bo'shonlik qilma. Yurak qalda taqdirining kaynidan yugur degan edi. Tez bo'l, jinining boricha yugur. Tez yugur. Anglayapsan? Yugur, taqdirining kaynidan yugur. Tez uni qo'g'lash, uni qo'g'la. Hargiz qishil bo'lma. Uni tez qo'g'la. Balkim sen mendan egiz, mendan yo'g'on, mendan kuchlidirsan, lekin men tirishyapman. Mayli qancha uzun vaqt ketsin, oxirida muvaffaqiyat qozon yoki qozonmay, men yana jonining boricha tirishyapman. Sen qancha tirishgan siri, qiyinchilikdan sana bashak tushganmaydi. Turmushdagi har qanday bir ish shundoq. Bugün onu hayatındaki en ahırkı künde durup tirishqin. Ben 100% emas, 120% tirishchilik ko'rsatib berishgan bu turmushimga loyiqman. Men orzu yo'lida jabhat atishga rozimanki, hargiz nishonsiz odam bo'lmayman. Orzuyimga yetamasanmi, uning uchun cho'qim tirishchilik ko'rsatishga rozimanki, hargiz qiyinchilik va hemisni kayniga yanmayman. Men hayotga bog'liq mag'lubiyatlarni tepib berishga rozimanki, hargiz hech nima qilmaslik sababidan afsuslanishni xohlamayman. Men hargiz Navoda ayni vaqtda yanama ozroq tirishgan bo'lsam, hayotim qanday bo'laydi deganda xayollar bilan yashashni xohlamayman. Mayli qancha qiyin bo'lsa, men cho'qim orzuyim uchun tirishiman. Men hozir orzu yo'lida muvaffaqiyat qo'g'lishib yuguryapman. Men taqdirimni qo'g'lishib yuguryapman. Sen hargiz taqdirning kayniga ilgirilmay turaversan bo'lmaydi. Taqdirning kayinida nima qilishingni bilmay qilaversan bo'lmaydi. Sen taqdiring uchun butun surating bilan yugur. Yugur. Qo'g'la. Muvaffaqiyatni qo'g'la. Tez uning kaynidan yugur. Uni tez qo'g'lash. Tez yugur. Hargiz qishilma. Yugur. Tez yugur.
oldingdagi to'salg'ularni bosib o'tsang, keyningda qo'g'lab kelayotgan peshkanliklardan qutula olaysan. Barliq vaqtingni keyningda qolgan ishlar uchun isrof qilib etma. Chunki sen har qancha qilsangmi o'tgan ishlarni hal qila olmaysan. Sening qilishga tegishli birdan-bir ishing olg'a qarab yugurish. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanma, bal qo'yib etma. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.